Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Ko'rsanglar bo'ladi. Mana bu ham yangilik fasonimiz. Kapalak fason deb yangilik fason chiqarganmiz. Bunimizni razmeriga keladigan bo'lsak, bu ham xuddi shunaqa 4.30 ga 2.30 bo'ladi. Gavda tarafi tumbalari 80 ga 50 razmerda bo'ladi. Ichlari dispidan bo'ladi. Buniki rekalari teraydan bo'ladi. Zakas asosida sasnadan ham qilib beriladi. Materialiga keladigan bo'lsak, buni materiali ham super mo'shi materialda bo'ladi. Qimmat, yaxshi materiallardan ishlatilgan. Ichlariga pampers, prujinalar, machalkalar ham eng yaxshilaridan ishlatilgan. Bunimizni ko'rsanglar bo'ladi. Istirichlab, pokopkalar qilib zakas asosida qilib berganmiz buni. Hozir bu ishlarimiz tayyor chiqib ketadi. Xohlasanglar, nechta desanglar, zakas asosida optimga ham, donaga ham ishlaymiz. Bularning ham orqalari materiallari o'zini materialidan bo'ladi. Ko'rsanglar bo'ladi. Mana bu ishimizni narxiga keladigan bo'lsak, bu ishimizni narxini 4 million 200 ming so'm qilib skidkada qilib qo'yib qo'yganmiz. Aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Andijon viloyati bo'ylab dastavkamiz bepul. Qolgan viloyatlarga ham kelishilgan holatda gaplashamiz.